Tasavvuf ta'limoti. Tasavvuf ham nazariy, ham amaliy tamoyilga ega. Tasavvuf ta'limotiga binoan inson ikki unsurdan, ya'ni shakl va ruhdan tarkib topgan. Dunyo ham ikki olamdan, olam ush shahodat, ko'rinib turgan dunyo va olam ul g'aybdan iborat. Shuningdek, ilm ham ikki xil bo'ladi: zohiriy va botiniy. Zohiriy ilmlarni o'qib o'rganib qo'lga kiritish mumkin. Ammo botiniy ilm laduniy bo'lib, unga toat, ibodat, riyozat bilan erishiladi. Bunday ilmni mavohibiy ilm, ya'ni xudodod ilm deyiladi. Ya'ni Alloh kimga xohlasa o'shanga tortiq qiladi. Masalan, Hazrat Xizr alayhissalomning ilmlari ilmi laduniy bo'lib, u zot Alloh taoloning izni bilan payg'ambar Muso alayhissalomga ustozlik qilganlar. Tasavvufning ta'rifi. Misrlik tadqiqotchi olim Islomiy tasavvufning paydo bo'lishi nomli kitob muallifi doktor Ibrohim Basyuni yozadi. Tasavvufning 40 dan ortiq ta'rifi bor. Jumladan Ma'ruf Karfiy tasavvuf haqiqatlarini qabul qilmoq, insonlarning ko'zlaridagi narsalarga ko'ngil bog'lamaslikdir. Insonlarning qo'llaridagi narsalarga ko'ngil bog'lamaslikdir. Tasavvuf qalbni faqatgina Allohga yo'naltirmoq va Allohdan boshqa narsalardan ko'ngilni mutlaqo uzmoqlik demakdir. Tasavvuf ibodatda astoydil davom etmoq, Allohga yo'nalmoq, dunyoning bezak va yolg'onchiligidan mutlaqo yuz o'girmoq, ko'pchilik e'tibor beradigan zavqu shavq, molu dunyo, shonu shuhrat kabilardan yuz o'girmoq, ibodat uchun xalqdan ayrilib, xilvatga kirmoqlikdir degan. Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqib, tasavvuf insonga qalbidagi yomon illatlardan xalos qilish yo'l yo'riqlarini ko'rsatuvchi, qalbdagi ezgu sifatlarni namoyon etish va qo'lga kiritish choralarini ko'rsatuvchi, ma'naviy maqom va martabalarni bosib o'tib, eng yuksak darajada bo'lmish komil inson, avliyolik maqomiga erishmoq qoidalarini o'rgatuvchi va nihoyat tavhid sirlarini bayon etuvchi ilmdan iboratdir deb aytish mumkin. Tasavvufning g'oyasi. Tasavvuf ilmi o'z oldiga oliyjanob maqsad va vazifalarni qo'ygan. U ham bo'lsa Alloh taolo roziligini topish, dunyo va oxirat saodatini qo'lga kiritish uchun insonni jismonan, ruhan va axloqan tarbiyalash va unga kamolat cho'qqisiga erishish yo'l yo'riqlarini ko'rsatish, jamiyatga aziz avliyolar deb atalmish shariat va tariqat ta'limotlarini chuqur egallagan yo'lboshchi piri murshidlarni tarbiya qilib berish, ularni g'aybiyat olamining siru asrorlarini kashf etishga, 18 ming olam va ularning bag'ridagi mavjudotu maxluqotlar yaratuvchisi bo'lmish Alloh taolo huzurida qurbat hosil qilishlariga yaqindan ko'maklashishdan iborat. Bu ishlarni amalga oshirishda tasavvufning bosh mezoni, vositasi shariat va uning ahkomlaridir. Tasavvufning mavzusi. Tasavvuf Alloh taoloning roziligiga erishish va abadiy saodatni qo'lga kiritish uchun nafsni tiyish, uni tarbiyalash, axloqini go'zallashtirish, botin va zohirni nurlantirish, surat va siyratni poklash, yo'l yo'riqlarini ko'rsatadigan ilm bo'lib, uning mavzusini inson va xususan inson ruhi, xulqi, ruhoniy tuzilishi tashkil etadi. Tasavvuf va uning mohiyati.
Islom dini va madaniyatining ruhi, tamal toshi bo'lgan tasavvuf ilmi, uning ta'limotini o'z tarixi, shakllanish va takomillashish jarayoniga ega. Ulug' mashoyixlar va sohibi karomat avliyolarni haqiqat manziliga yetaklagani bois, u hayotning turli tuman jabhalaridan chuqur o'rin olishga muvaffaq bo'ldi. Tasavvuf o'ziga xos ilm sohasi bo'lib, u o'zining amaliy va nazariy, ya'ni ruhiy va tajribaviy tamoyillariga ega. Masalan, tajriba orqali his qilib anglashiladigan ilmi holni hosil etmoq. Tasavvuf amalda qo'llaniladigan ilm bo'lganidan ko'pincha piri murshid ustoz huzurida va uning bevosita tarbiyasi ostida ta'lim olmoq. Tasavvuf ilmining mavzusi ma'rifatulloh, ya'ni Allohni tanimoq. Tasavvuf siru asrorlaridan xabardor bo'lgan piri murshidning shajarasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yetgan bo'lmoq. Tasavvuf goho shahodat olami, biz ko'rib turgan olamdangina emas, balki g'aybiyot olamidan ham bahs yurgizadi. Tasavvufga tariqat deb atalmish yo'lning rahnamosiga bay'at qilish yo'li bilan, qo'l berish yo'li bilan kirmoq. Tariqat o'ziga xos yo'l bo'lib, uning har xil maqom, manzillari bor. Bekatlarni to'laligicha muvaffaqiyatli bosib o'tmasdan turib, maqsadga erishib bo'lmaydi. Ya'ni Allohga qurbat hosil qilmay turib, uning roziligini topib bo'lmasligini anglamoq. Tasavvuf tarixiga nazar tashlasak, uning rahnamoligida Qur'on Karim ta'limoti va hadisi sharif ko'rsatmalariga tayangan Qodiriya, Yassaviya, Kubraviya, Suhravardiya, Naqshbandiya, Shoziliya, Xilvatiya, Mavlaviya, Badaviya kabi bir qancha tariqatlar shakllandi, rivojlandi. Musulmonlar shu kabi tariqatlar ta'sirida ma'naviy kamolat hosil qilib keldilar va kelayotirlar. Islom dunyosi fan va madaniyatidan munosib o'rin egallagan Hazrati Imomi Azam, Hoji Ahmad Yassaviy, Imom G'azzoliy, Najmiddin Kubro, Jaloliddin Rumiy, Bahovuddin Naqshbandiy, Abu Lays Samarqandiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Sufi Olloyor kabi ulug' siymolarga tasavvufning ma'naviy yetuklik pillaboyosi bo'lib xizmat qilgani hammaga ayon. Shuning uchun ham bu tabarruk zotlar ruhan pok, axloqan komil, ma'rifatli, muhabbatli, taqvoli, solih, muxlis, muhsin, mushfiq va hikmat sohibi bo'lganlar. Har jabhada dunyoviy va uxroviy ishlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga taqlid qilganlari uchun ham ularning tabarruk nomlarini hurmat va ehtirom bilan tilga olamiz. Zotan tasavvuf g'oyalariga va u ilgari surgan talablarga nazar tashlasak, qaysidir oyat va hadisga asoslanganligini ko'ramiz. Tasavvufda dunyo so'zining ma'nolari: mol dunyo, boylik, hirs, kibru havo, ayshu ishrat, nafsoniyatga berilish, takabburlik, manmanlik, shahvoniy orzu havas haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qilgan: odamlarga, ayollar, bolalar, to'p-to'p tillo va kumushlar, go'zal otlar, chorva, ekin-tekinlarga nisbatan mehr qo'yish ziynatli qilib qo'yildi. Ular dunyo hayotining matohidir. Allohning huzurida esa chiroyli qaytar joy bor. Oli Imron 14-oyat. Sen o'sha narsalaringizdan ko'ra yaxshirog'ini xabarini beraymi? Taqvo qilganlarga Robbilari huzurida ostidan anhorlar oqib turgan jannatlar bor. Unda abadiy qolurlar. Pokiza juftlar va Alloh tomonidan rozilik bor. Va Alloh bandalarini ko'rib
turuvchidir deb ayt. Oli Imron 15-oyat. Biz sovet tuzumi davrida dunyoda zohidlikni, tarki dunyochilik, ya'ni dunyoni tark etib tog'u toshlarga odamlardan qochib ketishni tushunganmiz. Chunki u sizni biz ruschada zuhud, asketizm so'zidan tarjima qilib tushunganmiz. Hazrati Ali roziyallohu anhudan so'radilar: dunyo nima? Tariqat tushunchasida dunyoni tark qilishlik dunyodan butkul ketishlik emas, balki dunyoning muhabbatini qalbga kirgizib, shunga mashg'ul bo'lib, ibodatdan chalg'ib qolishlikdan saqlanishlikdir. Hazrati Hasan Basriy roziyallohu anhudan nega dunyoni zuhd qilganlari haqida so'rashganda, u zot: rizqimni mendan boshqa ololmasligini bilganim uchun undan xotirjam bo'ldim. Amalimni mendan boshqa qilolmasligini bilganim uchun u bilan band bo'ldim. Alloh taolo mendan xabardor bo'lganligini bilganligim uchun unga ma'siyat bilan ro'baro bo'lishga uyaldim va o'lim meni kutib turganini bilganligim uchun Alloh taolo bilan uchrashuvga safar xaltamni tayyorladim, dedilar.